Sardor aka, men bir oylik hisobot aka. Ko'rib bersangiz. Hop, bu oy lekin suvdamiz zo'r bo'pti. Keyin bolalargacha premiya chiqarib bergin o'zing, hop. Assalomu alaykum. Sen aytilgan ish qilur, keyin gaplashamiz qo'yamni. Ke Doniyor. Aka, oldingizga bitta iltimos bilan keldim. Endi senga hech qachon yo'q demaganmiz-ku. Iltimos qanaqaligiga bog'liq Doniyor? O'rtoqlarim bilan kinik tashlashib, o'zimizning biznesimizni boshlamoqchi edik. O'shanga puldan yordam qilib turing. Qaysi o'rtoqlaringni do'stsan? Ko'chadagi jigarlarimda. Ha, nima bo'ldi? Ish bitdimi? Okamni o'z sharoiti yo'q ekan. 1-2 oydan keyin gaplashamiz deyordi. Bolalar, bo'lmasa meni ham qo'shib turaveringlar. 2-3 kundan keyin pul tortaman deb qo'shib yuboraman. Sen pulli harakatini qur, 2-3 kundan keyin gaplashamiz. Yur o'rtoq. Gaplashib qo'yaver o'zing. Hozir qo'raman. Ha, nima bo'ldi? Aka, siz aytgan ekansiz. Pul bu nozik masala. Iloji bo'lsa o'rtoqlaringni bitta sinab ko'rgin. Bitta narsani esingdan chiqarmagin, ukam. O'rtaga pul tushganda jigarli his hech qachon bo'lmaydi. O'rtoq tanlashda hech qachon adashmang. Pulga keladigan bo'lsa, kam ko'zing ishlatarsan, ukam.